Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men kitap o'qish munbiridagi barliq qarindoshlarimga vakolatan munbirimizning aziz mushtarilarga Navruzlik salom yo'llayman. Hammamizning Navruz bayramimiz muborak bo'lsin. Shu munosabat bilan xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan danlıq yazğıcı şairimiz mərhum Abdirim Ötkür'nün bir şiirini hazırınlarga sunaman. Abdirim Ötkür şiirleri degan bu kitapta Navruz haqida bir necha şiir bor. Bulardan sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim Merhaba nomli şiir. Merhaba. Merhaba ayyamı Noruz, merhaba. Xush xabar yetkizdi bir xushbo'y sabah. Qishda botnab neri ketgan zar quyosh, seg'inib yerni yiqillab kelgudak. Hut bilan ketman sepin tutqan dehqon, yana barakat dallarini targudak. Ko'kchi saylan oq bulutliq to'plashib, tog'i dashtga marvoyitlari chashqodak. Uyquga qangan zimin quchoq yeyib, elgi iqbal xazinasini ashqodak. Kuzda bo'ron so'qib etgan gul giyoh, yana zumrad to'nlarini kiygudak. Turna bulbul qumri to'rg'ay hammasi yot etib bizni yenishlab kelgudak. Kelgudak, bulbul navası kelgudak, gül çiçek pesli havası kelgudak. Hem tinarlık, hem uçarlık, hem can, merike meydanıda qaynab cahan, xuddi heytgah aldığı bayram kabi, yani şox Qashqar saması kelgudak. Merhaba, ayyamı Noruz, merhaba. Köktü yulduz, sudu kunduz, merhaba. El aman, avat zaman bulsun mudam, şöhretin aşsın tinimsiz her sabah. 1990 20 mart Ürümçi. Maqul amsa, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xush.